Hürmetli vatandaşlık şeylerimiz devamlaştırırız. Bugünkü İslam 2019 yıl 10. ayının 11. günü hafta gücüme. Endiki mavzumunda hürmetli vatandaş. Anlaşılaga qaraganda Cungo taraf canı can menfaatga taqashmaydiganlar bolsa, so'da suhbatida yo'l qo'yishga ma'qul bo'l. Mavzuning qo'yilishiga diqqat qildingizmi, hurmatli vatandoshlar? Biz canı can menfaatni sizlarga qayta tushundirdik. Shunaqa. Hozir mavzu qanday qo'yilib diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Anlaşılaga qaraganda Cungo taraf canı can menfaatga taqashmaydiganlar bolsa, so'da suhbatida yo'l qo'yishga ma'qul bo'l. Mavzuga xabar 10. ayning 10. kuni Jungoga nazorat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. So'da suhbatidan bevosita xabardor bir nafar amaldorning oshkorlashicha ish mundaq edi. Prezident Trump qayta tamoyilbaga qo'ymaydiganlar bo'lsa, oldingi shart Jungo canı-can menfaatlerden başka meselelerde yol qo'yishga ma'qul bo'lib, Amerika bilan qisman kelishim imzolamoqchi bo'ldi. Lekin haftaning 4. kuni Washingtonda o'tkaziladigan savdo suhbatida umumiy yuzlik kelishim imzolanamdi yo'q. Bu to'g'rida bu amaldor ancha umidvor emas edi. Bloomberg agentliği xabar qilib bunda ko'rsatdi. İsmini oshkorlashni xohlamagan bu amaldor bundaq ko'rsatdi. Prezident Trump qayta tamoyilbaga qo'ymaslikqa ma'qul bo'ladiganlar bo'lsa, jumladan 10. ayning 15. kuni va 12. oyda yo'lga qo'yiladigan ikki qatimliq yuqori normalik boj qo'yganda boj qo'ymaydigan bo'lsa, Jungo canı-can menfaatining sirtida yo'l qo'yishga ma'qul bo'lib, qisman kelishim imzolashni qabul qiladi. Bu amaldor yana mundaq dedi. Bunga javoban Jungo Amerikadan yezigilik mahsulotlarini sotib oladigan bo'ldi. Lekin Jungo taraf canı-can menfaatda yo'l qo'yishga ma'qul bo'lmadi. Lekin Jungo taraf canı-can menfaatda yo'l qo'yishga ma'qul bo'lmadi. Prezident Trump Jungo bilan mukammal bir kelishim imzolashda qayta ta'kidlab keldi. Xabardor kishilar mundaq oshkorladi. Bu masalada Prezident Trump yanada intayin qat'iydir. Navbatda kelishim imzolashdan aytganda, biz nihoyat muhim bir bosqichda turibmiz, dedi Prezident Trump juma kuni muxbirga. Ama biz bir parça intayin murakkab savdo kelishimi imzolashni o'ylashyapmiz. Agar biz savdo kelishimi biz uchun mukammal bir kelishim bo'lmaydi ekan, undaq bo'lsa biz bu kelishimni imzolamaymiz, dedi Prezident Trump. Prezident Trumpning Jungoga bergan zarbasidan Jungo taraf dastlab tura olmaydi. Tekrarlayman vatandaşım, Prezident Trump'ın Jungoga bergan zarbasidan Jungo put dastlab tura olmaydi. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Şinjan'da musulmonlarning kishilik huquqlariga daxltarvoz qilishga qatnashgan 28 yurishlik amaliy gavdalik shirkatni qor tizimlikka tizimlagandan keyin Jungo taraf bu qatimqi suhbatga qo'ygan umidlarining darajasini tuvallatdi. Ondan başqa Amerika bu amaldorlarga viza berish cheklimasi bo'yicha bosim ishlatdi. Vatandoshim, siz qo'ygan savol yana chiqyaptimi? Nima deydi? Qarab turaman, anlan takrorlayman juma vatandosh. Bizga munosabatli siyosat vatandosh. 28 yurishlik amaliy gavdalik shirkatni qora tizimlikka tizimlagandan keyin Jungo taraf bu qatimqi suhbatga qo'ygan umidlarining darajasini tuvallatdi.
Demek karapayım tilimiz ile eysak Amerika Koşmuş Ştatları Şincan meselesi yaki Şincan meselesiga ayet cezalarına ayet 28 şirketni cezalagan idi yaki qara tizimni kirgizgan idi tağı cezalagan emas kirgizgan idi Xitoy boşap ketdi. Ümitlerinin derzisi tüvellep ketdi. Ondan başka Amerika bu emeldarlığa vize beriş çekdimisi bu içi besim işletti. Amerika Koşmuş Ştatları Savunma Ministerliği Cungo'nun 28 yürüyüşlük Cungo sakçı nazaret organları ve şirketlerini kartizmlik kirgizdi. Bunun içinde cümlede Şincan Uygur Abdunum Rayini Halk Hükümeti, Cemaat Xavfsizliği Nazareti ve Sakçı İdaresi ve bu idarenin karmaka aslındaki 19 yürüyüşlük hükümet organları ve 8 yürüyüşlük şirkette karı tizimleki kirgizdi. Bu organla şirketler hemmesi Şincan'da Uygurlarını ve başka Müslüman asallıklarını bastırışka çetişli şirketler idi. Emili gövdeli şirket ornunda kar tizimliki tizimlap görgüzülüş bu şirketler organlar Amerika hükümetinin tasdiqlashiga erishmagan ahvol ostida Amerika şirketlerden parça üsküne zapçastani sete alolmaydi deganlikdir. Amerika bilim hazinasi Hodison tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Michel Pillsbury navbatda Fox xabarlari muxbirining ziyoratiga javob berib mundaq dedi. Bu qatam Amerika Cungo yuqori darajalik suhbatida kelishim imzolanmaydigan bo'lsa, bu qatam yani kelishim imzolanmaydigan bo'lsa, unda Amerika boshqa sohalarda harakatni yuqori darajaga ko'tarishi mumkin.